Hammaga assalomu alaykum. Yashnobod tumani Tuzel qishlog'i Abay mahallasida 3 sotix 3 xonali korobka holatdagi uy sotiladi. Bu taraf Akmal Baliqdan kelayotgan taraf, bu taraf Yangi O'zbekiston tarafdan 1,5 kilometr orqasiga kiriladi. Hozir uyga kirib ko'ramiz. Darvozaxonada ikkita xona qilingan. Endi xona bu bittasi tualet hammom, bittasi oshxona. Shu oshxonalarga ham kirib ko'rsatib qo'ysam sizlarga. Mana tualet. Bunisi hammom, mana bitta kotel, elektrichество. Oshxonaga eshik. Bundan kirilar ekan, bu yopiq ekan, mayli. Chiqsa yo'q. Mana hovlini oldi qismi. Binoga kirganimizda o'ng tarafda katta zal bor. Mehmonxona. Tomi lombos qilingan. Pollari lagerlar tortilib, pollari boshlangan, oxirigacha yetkazish uchun material bor. Mana shu bitta spalni, mana shu spalnini tagidan boshqa hamma joyda podval qilingan. Отопление sistemalari o'tkazilgan. Gazni ulasa bo'ldi, yonadi. Elektrichествоsi qilingan. Pol bo'lgan, eshik va romlar o'rnatilgan. Mana bu yerda 6 metrga 10 metr keladigan katta zal bor. Bu ham elektrichестволari bo'lgan. Tom lombos qilingan. Pol bo'lgan. Hozir podval qismini ko'rsataman sizlarga. Podval qismi. Xuddi shunaqa planirovka. Podvalda ham polniy отоплениялari o'rnatilgan. Registrlar o'rnatilgan. Mana spalnining tagi podval emasda, qolgan joylar hammasi podval qilingan. Bu zalni tagi, mehmonxonaning tagi, kirishdagi o'ngdagi. Bu katta zalni podval qismi. Narxi $85,000 deb boshlagan edik. Hozir egasiga pul juda ham zarurligi uchun $75,000 ga berib yuboriladigan bo'lyapti. Barcha ma'lumotlar uchun 94 kod bilan 699 34 66 raqamiga telefon qilib bilishingiz mumkin. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar.